Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Mana ko'rib turganingizdek, prezidentimiz tashabbusi bilan mingta kitob loyihasida bugun yoshlarimiz uchun, yoshlarimizning kelajagi uchun eng zarur va qimmatli bo'lgan kitoblar to'plami Angren shahar axborot kutubxona markaziga yetib keldi. Bu kitob karvoni albatta bizni kelajagimizni yaratuvchi yoshlarning fikrlarini, ilmlarini, tafakkurini boyitishda xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Bilim oluvchi kitobxonlarimizni kutubxonamizda kutib qolamiz. Albatta bu kitoblarimiz yoshlarimizni bilim olishida qo'l keladi. Aziz yoshlar, albatta bugun Angren shahar axborot kutubxona markaziga shaxsan Angren shahar hokimining tashrifi sizlarning shunday bilim olishlaringizga, qiziqishlaringizga turtki bo'ladi deb o'ylayman.